Qabziyat. Xalq tili bilan aytganda ich qotishi. Xo'sh, sizningcha bu kasallikmi yoki yo'q? Bu borada mutaxassis fikrini tinglaymiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p tarqalgan, katta yoshdagi insonlarda ko'p uchraydigan kasallik hisoblanadi. Og'ir holatlarda 1 hafta, 2 haftada axlat chiqishi bir marta kuzatiladi. Bunday holatlarda bemorda har xil nojo'ya ta'sirlari bo'ladi. Axlat bilan toksik effektga ega bo'lgan moddalar chiqib ketadi. Bir hafta ichida odamning organizmida qolsa, bu qaytadan so'rilib, organizmda zararlanish kuzatiladi. Ba'zi insonlar palapartish ovqatlanishi hisobiga ich qotishlar kuzatiladi. Ba'zi holatlarda esa kam harakatlik ham ich qotishga olib kelishi mumkin. Axlat ko'p turib qolish natijasida ichak devorlarini zararlaydi va oxir oqibat ichak onkologiyasiga olib keladi. Ba'zi holatlarda ichak tutilishi yoki xirurgik holatga olib kelishi mumkin bo'ladi.